Assalomu alaykum hammaga. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, charchagasizlarmi? Xudo xohlasa bugun metrikalar haqida gapiramiz. Bu metrikalar siz yozsangiz, bemalol siz reklama qilishlaringizni kelsangiz bo'ladi, daromadlaringizni bemalol oshirsangiz bo'ladi. Ya'ni agar siz marketolog bo'lsangiz ham, marketolog bo'lsangiz ham, agar biznes egasi bo'lsangiz ham, bu metrikalarda siz juda yaxshi agar buni bilib olsangiz, bemalol o'zingizdan muammolarni aniqlab, o'sha muammolarga yechim bersangiz bo'ladi. E, Har doim men aytaman, misol uchun, bironta ishda misol uchun muammo bor, o'sha muammoni bilsangiz yechim bera olasizda. Agar muammoni bilmasangiz, hech qachon yechim bera olmaysiz. Shuning uchun hozir ko'rayotgan videolaringizni diqqat bilan ko'ring. Ya'ni men gapirgan gaplarni har bittasini diqqat bilan ko'rib, o'zizga kerak bo'lsa yozib oling har bitta metrikani. Ya'ni biz hozir Facebook'dagi metrikalarni gapiramiz. Beshta misol uchun eng kerakli bo'lgan metrikalar. Sizda misol uchun reklamangiz qanaqa ishlayapti, qanaqa xizmatlar ishlayapti, pulingiz havoga uchmayaptimi, shu narsalarni bilib olish kerak bo'ladi bu narsalar. Masalan, boshladik. Bu hammasi o'zimiz ishlayotgan loyihalarni ko'rsatadi. Qanaqa misol biz ishlayapmiz, qanaqa misol metrikalarni e, yaxshilaymiz, qanaqa o'sha metrikalarni ko'rib, o'sha orqali biz reklama kreativlarimizni, reklamalarimizni yaxshilab, ko'proq biz letga ega bo'lamiz, ko'proq kamroq pul sarflab, ko'proq lit olishimiz mumkin bo'ladi. Hop, bo'lmasa boshladik. Qani, endi share qilamiz. Ekraniz ko'rinayotgan bo'lsa, yaxshi. Boshqa yondashamiz. Biz birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu Ukraine. Ukraine nima deydigan bo'lsangiz, mana Ukraine bu videomizda 3 sekundda nechta odam ko'rdi aytaylik, biz Instagramda video ko'rganimizda odamlar anaqasi 3 sekund keyin bo'lmaydi, reklama ko'rsa yoki uni bironta video ko'rsa o'tkazib yuboradi. Ya'ni qancha muddat davomida diqqat ushlab qolish, ya'ni diqqat ushlab qolish davomida qancha odam, misol uchun 1000 ta odamdan nechtasi, necha foizi sizni misol uchun videongizni ko'rdi, ya'ni oxirgi 3 sekundni ko'rdi bo'ladi. Agarda misol uchun o'zi odatda misol 30% olinadi, ya'ni 30%dan kam bo'lsa bu ustida ishlash kerak. Ya'ni birinchi videoni 3 sekundini yaxshilash kerak bo'ladi. Agarda misol uchun 30 dan baland bo'ladigan bo'lsa yaxshi degan. Yana bitta narsani misol agar sizda ko'rsatkichlar metrga juda yaxshi bo'ladigan bo'lsa, oxirida sizga misol uchun tushadigan litlar soni ko'proq bo'ladi. Sizga ham litlar arzonroq tushadi. Ya'ni bu orqali siz o'sha muammolarni aniqlab, yana aytaman, ya'ni muammolarni aniqlab, o'sha muammoga yechim yasasiz. Ya'ni bu konkret nima ekan? Bu 3 sekund davomida videoni ko'rishdan soni, misol uchun necha foizlar, necha foiz bilan ko'rdi, misol 1000 ta odamdan necha foiz ko'rdi. Agar undan 30% kam bo'ladigan, kam degani bu hook rate yaxshilash kerak degani. Hop, ikkinchisi hold rate. Hold rate nima degani? Hold rate bu ushlab turish. Ushlab turish. Ya'ni ikkinchi misol uchun 3 sekunddan keyin 20 sekund, 15 sekund davomida videongizni qancha odam ko'rdi. Ya'ni odamlar videongiz qiziq bo'lsa, dastlab 15 sekundini yoki 20 sekundni ko'radi. Hozirgi zamon odamlarni nimasini juda qiyin. Odamlar, tadbirkor bo'lsangiz, odamlar diqqati uchun pul to'layapsizda. Shuning uchun har doim bu narsalarga, ya'ni metrikalarga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Hop, ya'ni bu holat tushuntirib, ya'ni holatdan o'rtacha misol 30% deb olinadi. 30%dan 20-30% olinadi. Agar undan kam bo'ladigan bo'lsa, buni ustida ishlash kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha keyin misol uchun reklamangiz kreativroq yozib, 20 sekund ishlash. Buning uchun har misol uchun lokatsiyada olishingiz mumkin, qiziqroq ma'lumot berishingiz mumkin. Odatda misol uchun odamlar reklamalardan ko'ra buying ko'rinishdagi, misol uchun to'g'ri reklamadan ko'ra, misol uchun buying ko'rinishdagi reklamalar ko'proq odamlarga yaxshi ishlaydi. Ham hammasi baland bo'ladi. Hop, keyingisi misol uchun konkretdan keyin CTR. CTR nima deydigan bo'lsak, sizga misol uchun hamma o'zi ko'rgan, Instagramda o'tirganimizda, video ko'rib o'tirganimizda sizga reklama chiqqanda misol uchun pastda tugma turadi, ya'ni
aytaylik, ruschasi misol uchun подробный bo'lishi mumkin, inglizchasi levron bor, levron bor qaynab bo'lishi mumkin, boshqa tugmalar bo'lishi mumkin. O'sha tugmani boshlab soladi. Foiz deylik. Qancha odam bosadi, misol uchun 1000 odam ko'rdi reklamangizni, shunda nechi foizi anaqa klikni bosdi. Ya'ni klik bosdi o'sha anaqani, battan bilan battanni bosdi. O'sha narsani ko'rsatib beradigan ko'rsatkich. Bu CTR hisoblanadi. CTR. Hop. Keyingisi bu lead rate. Lead rate nima deydigan bo'lsak, lead rate bu aytaylik, misol uchun CTR bosdi. Ya'ni endi aytaylik, misol uchun CTR past bo'lsa nima qilish kerak? Ya'ni bu haqida aytib CTR past, odatda nima uchun CTR past bo'ladi? Siz taklifingiz yaxshi bo'lmasligi mumkin yoki video oxirida, misol uchun video unda deysizki, misol uchun joylashgan cheklangan, buncha joy qolgan, uncha joy qolgan yoki bepul, misol uchun video tasvir beryapmizmi yoki bepul qo'llanma beryapmiz deyishingiz mumkin yoki bepul misol uchun zapusda, misol uchun bepul vebinarga taklif qiladi. Xuddi shunaqa bo'lsa, odatda misol CTR baland bo'ladi. Lekin siz to'g'ridan to'g'ri, misol uchun mana shu mahsulot menda, mana shu telefon bor, mana shu telefonni ol deb turib siz sotishga harakat qilsangiz, to'g'ridan to'g'ri, odatda siz CTR past bo'ladi. Agar misol uchun qancha chegirma yoki nimadir deb yaxshiroq taklif bermasangiz, odatda o'sha kliklar sonini bosish kam bo'ladi. Buni ko'proq, misol uchun chegirmada, misol video oxiriga agar ko'rsatiladigan bo'lsa, misol uchun qanchadir foiz chegirma yoki qanchadir cheklangan, misol uchun bir haftaga yoki 3 ta odamga yoki 10 ta odamga deb siz cheklov qo'ysangiz, odamlar misol uchun qiziqib klik bosishlar soni ko'payadi. Hop, keyingisi nima deydigan, lead rate, ya'ni CTR, ya'ni o'sha klikni bosdi, ya'ni tugmani bosdi. Tugmani bosgandan keyin nechi foiz odam lid qoldiryapti. O'sha agar misol uchun lid reytlar foizi kam bo'ladigan, nima qilish kerak? Bu holatda misol uchun aytaylik, siz ko'pincha lidni misol uchun saytdan olishingiz mumkin. Agar saytdan olganingizda, misol uchun visit rate bor, bu ham past bo'lsa nima qilish kerak? O'shalarni siz yechimini bilishingiz kerak bo'ladi. Agarda misol uchun lid rate kam bo'ladigan bo'lsa, biz ko'rishimiz kerak. Ya'ni bizni formamiz yaxshi emas. Demak, bu forma ustida ishlashimiz kerak. Bu yerda o'tadigan formamizni to'g'ri qilishimiz kerak. O'sha kerak bo'ladi. Ho'p, mana endi biz o'zimizni ulardan ko'radigan bo'lsak, mana misol uchun Ukraina, misol uchun 20% yaqin bo'lyapti. 19,75 bo'lyapti. Qoldiraydi 24,05 bo'lyapti. Aytaylik, misol uchun lead rate'dan 18,33 bo'lyapti. CTR misol uchun ozroq, odatda CTR misol uchun birdan past bo'ladigan bo'lsa, bu past hisoblanadi. Ya'ni sizni oxirida bergan qualitashingiz yaxshi emas. Shuni ustida ishlash kerak bo'ladi. Hop, aytganimizda, misol uchun led kamroq tushgan. O'tganimizda, misol uchun bunday kamroq. Endi 4-ga o'tadigan bo'lsa, misol uchun bizda yaxshi bo'lyapti. Misol 30%dan yuqori bo'lyapti. Bu yaxshi degani, qulaylik ham yomon emas. 27,45 bo'lyapti. Keyingisi lead rate ham yomon emas. CTR'imiz baland bo'lyapti. Misol uchun 2dan 74 bo'lyapti. Bizda lidlar soni ham ko'p tushyapti. Misol uchun lidlar soni ham ko'p. Bu yerda misol uchun qarang. Endi aytaman, cost per result, misol uchun narx ham shunga yarasha narx. Misol uchun bizda mana CTR misol uchun baland bo'lganlarni narxlari past bo'lyapti. Ko'radigan bo'lsak, misol uchun 91 sentdan tushgan, 70 sentdan tushgan. Mana endi CTR past bo'lganlarni, metrikalar past bo'lganda, misol uchun anaqa past bo'lganlarni lid narxi qimmat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni lid narxi qimmat. Lid narxi qimmat bo'lib ketyapti. O'zimizda shunaqa lid narxi qimmat bo'lib ketyapti hammasini. Misol uchun agar ko'rsatkichlari yomon bo'lgan bo'lsa, bu Ukraina eng yaxshi emas, qo'llarda yaxshi emas, yaxshi emaslarni narxlar ko'radigan bo'lsa, misol uchun 1,29 dollardan tushyapti, 1,48 dollardan tushyapti. Lekin mana metrikalar yaxshi bo'lganlarda, misol uchun anaqa arzon tushyapti, ya'ni litr arzon tushyapti. CTR yaxshi bo'lgan, rate yaxshi bo'lgan, lead rate ham yaxshi bo'lganda. Ular shunaqa, ya'ni siz o'z misol uchun tadbirkor bo'lsangiz ham, targetolog bo'lsangiz ham, misol uchun targetolog ishlayotgan bo'lsangiz, har doim bu ko'rsatkichni nazorat qilib turishingiz kerak, so'rab turishingiz kerak. Bizga misol uchun qanchadan tushyapti,
bilet narxi qancha tushyapti, undan tashqari qanaqa bo'lyapti, o'zi misol uchun Android qanaqa bo'lyapti, Android qanaqa bo'lyapti, Android qanaqa bo'lyapti, CTR qanaqa bo'lyapti deb turib, har birini ko'rib turib, nazorat qilib turib, ya'ni o'sha o'sha narsaga qanday e'tibor berishingiz kerak. Odatda misol uchun targetologlar ko'rsatilgan payt past bo'ladi. Past bo'lgan payt agar siz reklama kreativlaringizni yaxshilashingiz kerak bo'ladi. Buni targetolog aytishi kerak. Bizda misol uchun CTR past bo'lyapti. Shuning uchun biz anaqani yaxshilaylik. Ya'ni video oxirida call to action yaxshilashimiz kerak deb aytadi. Yoki dastlabki misol uchun hook rate yomon bo'lyapti. Bizda misol hook rate yaxshilashimiz kerak, taklif berish kerak. Bu va shunaqa do'stlar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, uni do'stlaringizga tarqatib qo'ying. Misol uchun qo'ng'iroqcha bor, qo'ng'iroq tugmasini bosib, layk bosing. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Hop, undan tashqari qiziq videolar chiqarishga harakat qilaman. Agar o'zingizni misol uchun qiziqtirgan, qiynaydigan savollar bo'lsa, mana shu videoni tagidagi kommentariyaga yozsangiz, har bitta kommentariy o'zim ko'rib, yozib javob berib, o'shanga yarasha balki bitta misol uchun video dars qilib turib borishimiz ham mumkin. Masalan, misol uchun men Instagram, Telegramda qoldiraman. Bemalol Instagram, Telegramga qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari agar qanaqadir sizda marketing bo'yicha muammolar bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'zida pilla bo'ladigan bo'lsa, bemalol Telegramda yozsangiz, qo'limdan kelgancha savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Rahmat hammaga. Salomat